Akalar, qalaysiz? Salomatmisizlar? Bugun 19-may kuni olinayotgan videolarimiz. Aka, soni cheklanmagan miqdorda to'g'illarimiz bor, birinchi qoringa. Qo'yli to'g'illar tug'ishni boshlab bergan. Mana yelinlari. Bitta ana shu igiz tug'an, bolalar uyda. Xullas, soni ko'p. Xohlagancha bor. Tish buzmagan, endi buzyapti. Hayla, tuqqanlari ham bor. Oladiganlar bo'lsa, aloqa chiqingizlar. Narxlarini 4.300.000 so'mdan dastlabkasi tekin O'zbekiston bo'ylab. Sog'lig'iga garantiya, yeb ichishlari joyida. Oladiganlar bo'lsa, bir ikkitaga tashab qo'yingizlar, gruppalarga, tanishlarga, bilishlarga. Qo'ylar azobli mol. Mana bittasi mana sizga ko'rsataman. Mana yelin to'ldirib turibdi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa mana shu. Bunaqalar juda ko'p. Qo'ylar hammasi sog'lom, toza mol. Yeyish ichishlari, sog'liqlari joyida. Oladiganlar bo'lsa aloqa chiqingizlar, pastdagi nomerni qoldiramiz. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Yetitom Tarvuz maketini oldida. Mana bunisi ham yelin to'ldirib turibdi. Uje bo'g'oz hammasi, xudo xolasa. Mana ajoyib. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar, bemalol gaplashaveramiz. Narxini 4.300.000 so'mdan bir joyda oladiganlarga beraveramiz. Bir boshdan oladiganlarga ham beraveramiz. Mol qilib qolasiz. 4.5 million yo'q gap. Realni bo'ladigan vaziyat. Agar bir joyda oladigan bo'lsangiz, yana ham kelishtirib beramiz. Bu yerda hozir 90 ta bor, bu yoqda 100 ta, 190 ta, 200 ta nari beri. Kim ko'rmagan azobi mollar. Dalada qanday bo'lgan bular holati? 40 gektar yerda ichistasi birga yurgan. Yenib ketgan. Agar jinini olganda ham o'zi semirib ketardi bular, kattar. Jinini olmagan, jinini olib yaxshilab qarasangizlar, nasib bo'lsa barak topasizlar. Kim ko'rmagan mol. Kambag'alning moli dedi. Kambag'alni boy qilur. Mana shu qo'y. Semizini olib arzonga sotgandan ko'ra, arzonda olib eti sal qarash qimmatga sotsangiz bo'laveradi akalar. Bir erinmasangiz bir like bosib ketingizlar. Ko'radigan odamlarga